Assalomu alaykum mana kuzatuvchilarim. Hozir salatimni qilib bo'lib, endi ovqatga harakat qildim. Kartoshkalarni, go'shtlarni, piyozlarni to'radim-da, o'choqda damlama qilishga qaror qildim. Sababi gaz 3 kundan beri yo'q, ertaga berishar ekan domlaga. Shuning uchun damlama o'choqda qolishga qaror qildim-da, yugurib qo'shnimizni zagrotiga tushib, o'choqga olovni yoqib, damlamamni, kartoshkani solib oldim. Keyin go'shtni yaxshilab aralashtirib, undan keyin va piyozlarni solib, ozgina suv solib dimlab qo'ydim. Mana ko'rishingiz mumkin. Qozon juda ham tegi oldi. Sababi o'zimning qozonim bo'lmagani uchun qozon bilan unaqa chiqish olmadim desa ham bo'ladi. Mana qo'shnilar, hech kimda o'zi gaz yo'q. Hamma shu o'choqni kutib turish bilan ovora. Mana piyozni ham solib, pripravlarni ham solib dimladim. Keyin uyga yugurib chiqdim-da, ovqatni endi nima bilan yeymiz? Albatta o'sha achu salati bilan yeymiz. Mana salatim ham tayyor bo'lib qoldi. Ko'rishingiz mumkin. Bir boshqacharoq qilay dedim-da, bugun o'zimcha ishtahalarim ochilib ketib, o'zgacha tasvirga oldim desam ham bo'ladi. O, mana buni yetmaysizmi? Mana, vola, yoqimli ishtaha.